meni shu qariyalar uyiga joylashtirib qo'ysalar. Qiynalib qoldingizmi? Juda qiynaldim. Hozir ishim ham uncha bo'lmayapti. Kvartiraga ham pul bermay hozir to'g'risini aytsam ko'chada yotyapman. Ey o'g'il, haddingda tur, otang seni sotganda ham deydi. Otangiz qul qilib sotganda ham hadda turish kerak. Ota u, ko'zni olaytirish kerak emas. Ey otajonim, dedi Ismoil alayhissalom, qo'l oyog'imni bog'lab yuzimni yerga qaratib so'ying. So'yayotganingizda joni achchig'ida ko'zimni sizga olaytirmay. Bu oqpadarlar esa otasidan meros talashib, boshqa narsa talashib oqrayadi. O'zlarining manfaatlari sababi ota-onaga ko'z olaytirishadi.